Koreyada o'ldirilgan Nozima esingizdami? Dastlab o'sha qizni biz blogerlar orqali juda ham yomon, fohisha, yengiltak qiz deya o'ylagan edik. Ammo videolari tarqala boshladi. Nozimaning o'limidan oxirgi videosi ommada keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Yaxshi hisobla, yaxshi charchamayapsizmi? Pult qiziq. Kelesiga nariga pulni beraman, bolajon. Yuzida nur, istaralik, hattoki bolajonlarni yaxshi ko'rishi ham bilinayotgan bu qiz menimcha fohisha bo'lmasa kerak degan tuyg'u paydo bo'la boshladi. Opa, yaxshimisiz? Ha, tinchman, chaqaloq olib kelib oldim oldimga. Jonim olib kelib oldim, qarang. Voy, jonim meni. Ammo bir qancha u yerdagi o'sha yerda mesniylashgan, gigantlashgan blogerlar bularni haqorat qila boshlashdi va ko'plab insonlar unga ergashganlar va uni hali hamon to'g'ri deya biladiganlar Nozimani va oilasini yomon otliqqa chiqarishdi. Albatta hammada yomonlik bor, hech kim mukammal emas, lekin bo'layotgan holatlar sizni bizlar ajablantirishi aniq. Nozima haqida sizga bir qancha xabarlarimiz mavjud, o'shalarni sizlarga birin-ketin taqdim qilaman. Malol kelmasa videoda qoling, video aynan siz uchun oxirat obod bo'lsin deya kommentarga ikki og'iz fikr va fikrimga qo'shilsanglar bittadan like bosib qo'ying. Alloh sizdan rozi bo'lsin.